Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarni 5-video darsda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan Arduino'da bo'layotgan ma'lumotlarni o'zgaruvchilar bilan qabul qilishni va Arduino berayotgan elementlarni, o'sha elementlardagi ma'lumotni o'qishni o'rganamiz. Ya'ni Arduino orqali birinchi bo'lib Arduinoga kirib olamiz va birinchi bo'lib o'zgaruvchi yozishdan boshlaymiz. Void setup deb emas, albatta. Int yozib olamiz. Int o'zgaruvchi qabul qiladi. Int odatdagidek qora rangda yozuv emas, mana bunday ko'k rangga kirganidan bilishingiz mumkin. Bu yaxshi ishlayotganini yoki bo'lmasam bibliotekadagi ustanovka bo'lganini o'zgaruvchini. Int deb oldik va led deymiz. O'zgaruvchini istalgan turda qabul qilishingiz mumkin. Masalan, ko'p led ulayotgan bo'lsangiz, led 1 yoki bo'lmasam pastga tushasidan keyin int led 2 shuni yozib ketishingiz mumkin, lekin men hozir bitta led o'layapman, shuning uchun men led deb qo'ya qolaman va led berib oldik. Ana endi bunga to 13 gacha bo'lgan qiymatlarni beramiz. Aytishlaringiz mumkin, qanday qiymatlar? To 13 gacha bo'lgan output qiymatlari, ya'ni digitlar. Arduino'dagi digitlarni biz 2 deb berib olishimiz mumkin. Masalan, to 2-oyoqchadan 13-oyoqchagacha. O'zingizga yoqqan oyoqchani belgilang. Masalan, men 2 ni belgilab oldim. Ana endi bu yerga int deymiz va button deymiz. Buttonni ham o'zingizga yoqqan uslubda yozishingiz mumkin. Masalan, men buttonni to'liq tushunarli tilda yozib ketaman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ham hech qanday qisqartirishlarsiz. Aytaylik, bunga 3-oyoqchani olib oldik va pastga tushamiz va void setup kodiga xush kelibsiz. Void setupni ichiga o'tib olamiz. Birinchi bo'lib pin mod yozishdan boshlaymiz. Void setupni ichidagi pin mod biz berayotgan ledni oyoqchasini yozmaymiz. Pin modning ichiga albatta. Led deymiz va output deb yozamiz. Mana bu yerdagi led, bu yerdagi ledni qiymatini tortib beradi mana shu yerga. O'shanda biz hech qanday 2 yoki bo'lmasam nechinchi oyoqcha o'layotganimizda yozishimiz shart bo'lmaydi va pastga tushib bundagi buttondagi pinni ham ulab olish uchun pin mod yozib olamiz. Bu yerga ham o'zgaruvchisini yozamiz. O'zgaruvchi yozib oldik. Ana endi bunga output yozmaymiz. Button o'qilishi uchun biz buttonga kiruvchi, ya'ni buttonni biz o'qiyapmiz. Undan ma'lumot chiqarayotganimiz yoki bo'lmasam chiroq yoqayotganimiz yo'q, buttonda chiqarib. Shuning uchun biz input deymiz. Inputni ham button o'qish uchun pull loop deb yozib olamiz. Albatta bu buttonni o'qish uchun va pastga tushib serial begin deb olamiz. Bu yerga esa har doimgidek void loop kodini yozishdan boshlaymiz. Ana endi kodning eng qiziq bu joylarda biz birinchi digital write deb yozib boshlamaymiz. Aytib o'tganimdek, biz mantiqiy operatorlarni ham ishlatishimiz kerak. If deymiz. If bu yerda agar degan ma'lumot. Agar sen nimadir qilsang, nimadir bo'ladi deydi-ku. Xuddi mana shu yerda if nimadir bo'lishi, digital read. Nimaga digital write yozmadingiz deganlar uchun digital read, ya'ni button holatini o'qishi uchun digital read yozib oldik. Bu yerga esa button yozamiz. Button yozib oldik. Ana endi button teng bo'lganda deymiz, teng bo'lganda lowga. Agar button bosilgan bo'lsa, nima bo'lishini yozib olishimiz kerak bu yerga. Button bosilgan bo'lsa deymiz va pastga tushib digital write, ya'ni button bosilganda svetodiod yonsin deymiz. O'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin, lekin button bosilganda asosan svetodiodlar yoqadi. Bu yerda lowni ko'pchilik button o'chgan deb tushunadi. Button hech qachon o'chib qoladigan yoki bo'lmasa yoqib qoladigan element emas. U bosilganda ishlaydi, qo'yib yuborgan paytingiz esa uziladigan kalit turkumi. Xuddi включательday narsa, lekin включатель bir marta bosib qo'yasiz, doimiy ishlayveradi, button esa bosgan paytingiz ishlaydi. Low faqat bosilganda degan ma'noni anglatadi, o'chganda emas. Xo'p, endi bu yerga led deymiz. Tepadagidek xuddi o'zgaruvchi tortib kelamiz bu yerga ham. Led deymiz va hide orqali yoqib olamiz. Bosilgan payti qancha vaqt yonib turishi kerak. Lekin bundan oldin biz serialni yozib olamiz. Serial.println. Serial println berib olamiz. Bu yerga esa ichiga o'zimiz bermoqchi bo'lgan elementni yozamiz. Aytaylik, button bosildi va svetodiod yondi.
Ana bu yerga biz yozib oldik. O'zi delay bersangiz ham bo'ladi, lekin delay bu yerda siz battonni bir marta bosib qo'yarsiz, bunda delay berishingiz kerak. Agarda battonni siz bosib turgan paytingiz ishlasa, bunda delay berishingiz shart emas. Aytaylik, mayli, men delay bermoqchiman. Button bir marta bosilganda delay deymiz va bu yerga 1 sekund. Button bosilgan paytda svetodiod 1 sekund yonadi. Ana endi bu yerga else yozib olishimiz kerak. Else hech qachon if ga tegishli bo'lgan narsani olmaydi. Ya'ni if ga qarama-qarshi narsani oladi. Shuning uchun siz buni ichiga qavs ochib digital red yozib o'tirishingiz shart emas. Shunchaki ichini ochib bemalol nima yozmoqchi bo'lsangiz, shuni yozib olasiz. If ga o'xshatib bu yerga agar nimadir bo'lsa, nimadir bo'ladi demaysiz. If bu yerda false bo'lganda, ya'ni yolg'on bo'lganda ishlaydigan narsa. Agar button bosilmasa degan narsada keladi. Else button bosilmaydigan bo'lsa, svetodiodimiz o'chadi emas. Endi o'chishini yozib olamiz. Digital write deymiz va o'chirib olamiz buttonni. Let low deymiz va buni pastiga o'tib serial.println. Hop, serial println ham yozib oldik. Ana endi buni ichiga biz bu yerdagi ma'lumotimizda teskarisini yozib olamiz. Endi har doim button bosildi va svetodiod yondi demaysiz-ku. Bu yerga biz button bosilmadi va svetodiod ham o'chdi deymiz. Ana endi bu yerga biz delay berib olishimiz kerak. Delay berib olamiz va delayga aytaylik, bu ham cheksiz yonib turadi. Button bosilmagan payt doimiy yonib turadi. Shu sabab delay berish ham unchalik to'g'ri emas. Delaydan chiqib olamiz. Bu yerda biz bitta katta xatoga yo'l qo'ydik. Digital write ga biz qo'sh tirnoqdan keyin, nuqta virguldan keyin biz figurali qavs yozib qo'yibmiz. Kodimizni bir qarab chiqamiz va lekin baribir ham kodimizni tekshirib olishimiz kerak. Bu yerda juda ham jiddiy xatolikka yo'l qo'ygan ekanmiz. Serial beginning o'zini yozib ketganmiz. Albatta, buni kechirasizlar deb o'ylayman va hamma ham xato qiladi. Serial beginga biz har doimgidek 9600 yozamiz. Ana endi kodni tekshiramiz. Kodni tekshirib ham oldik. Kodimiz 100% to'g'ri. Ana endi sizlarga buni ishlash prinsipini tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda kodimizni kopiyat qilib olamiz. Copy qilib oldik. Seriallarni har doimgidek mana bu yerda monitor portda tekshirishingiz mumkin, ammo menda hozir port ulanmagan, chunki yonimda Arduino yo'q. Shu sababdan o'zingizning yoningizda Arduino bo'lsa, har doim olib yurishingizni maslahat beraman. Mana bu yerda biz istalgan elementdan foydalanib, mana shunga o'xshash loyiha qurishimiz mumkin. Mana bu yerda Arduino Uno, Arduino Mega hamma narsa yetarli. Bu yerdan qidirib yozib, kerakli narsani tortib kelishingiz mumkin. Masalan, rezistorlarni olib keladi bu yerda, relaylarni va bizga kerakli bo'lgan narsani o'zingiz tanlab olasiz bu yerda. Endi sizlarga buni ishlash prinsipini tushuntiraman. Bizda JND'lar soni yetarli. Shu sababdan biz JND chiqarib olamiz. JND ko'rib turganingizdek sariq qismdan kelgan. Sariq qism to'g'ri kelyapti va bu yerda ko'rib turganingizdek to'g'ri hech qanday uzilmagan chiziq bo'ladigan bo'lsa, hech qanday mana bu yerlarga ulanmagan bo'ladi. Agar uchasida dumaloqcha turgan bo'lsa, bironta bir pinni ulangan bo'ladi. Bu yerga JNDni buttonni pin 1 ga, ya'ni buttonni birinchi oyoqchasiga ulab olamiz. Bu yerni esa pin 3 ga ulab olamiz. Ya'ni pin 3 bu yerda pin modning 3-oyoqchasi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana buni teparoqqa olib ko'rsatib o'tsam, hop, mana ko'rib turganingizda mana bu yerda 3-oyoqcha turibdi. Chalkash ketmasliklaringiz uchun buni pastga tushirib qo'yaveraman. Button bosilganda ishlaydi. Mana push button deb qo'yibdi. Buni ko'rib olgan bo'lsangiz, ana endi loyihani sal teparog'iga o'tsak, mana bu yerda biz haqiqiy murakkabroq narsani ko'rishimiz mumkin. Ammo biz 13 ta oyoqchani olib olganimizdagidek murakkab emas. Bu yerda Rezistorni o'zingizga yoqqan uslubiga o'zgartirishingiz mumkin. Aytaylik 720 rezistor qarshilik kuchi deb olaylik. Bu yerda o'zingizga yoqqan tillersni va boshqa narsalarni ko'chirishingiz mumkin. Numberlarni aytaylik men 220 rezistor qarshilik kuchiga ega bo'lgan rezistorni qo'yganman bu yerga. Ya'ni svetodiodimiz kuyib qolmasligi uchun. Rezistor bu qarshilik degani, ya'ni Arduino'ni kuyib qolishdan, yo'g'i Arduino berayotgan ma'lumotni svetodiod qabul qilayotgan paytda kuyib qolmasligi uchun ishlaydi. Keling endi buni yaxshiroq tushuntirib
tushuntirib o'tsam. Mana bu yerda ikkinchi oyoqcha chiqqan, to'g'rimi? Mana ikkinchi oyoqcha chiqqan. Ikkinchi oyoqcha masalan mana digit 2 dan chiqyapti va bu yerga kelib rezistorga o'tyapti. Rezistor buni olgandan so'ng uni qayta ishlab svetodiodga jo'natyapti. Svetodiodning plus oyoqchasiga. Ana katod, anod degan edi. Mana anod oyoqcha, ana bu katod oyoqcha. O'zingizga yoqqan svetodiodingizni qo'yishingiz mumkin. Aytaylik, menga masalan shu svetodiod yoqadi. Men shu svetodiodni qo'yaman. Mana bu yerga o'zingizga yoqqan ledlarni olib kelishingiz mumkin. Mana shuncha led bor, har xilcha. Buni yozib olganimizdan so'ng esa Arduino'ni yaxshilab qarab chiqishingiz kerak va bu yerda svetodiodimiz uchun GND olib kelgan. GND to'g'ri svetodiodning to'g'risida olib kelgan. Bunga hech qanday qarshilik shart emas. Katod oyoqchaga biz qarshilik olib kelganmiz. Bundan oldingi video darsliklarda men sizlarga breadboardni qanday ulanishlarini ko'rsatib o'tganman. Qanday olib ketishlarini tokni mana bundaysiga olib ketadi. Siz bemalol o'zingiz yozib, tekshirib, breadboardda sinab ko'rishingiz mumkin. Albatta, video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman va keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr.